Xorazm viloyati Xanqa tumani Tamodirberdi hududidagi Sultonboy Qamamjon fermer xo'jaligini to'xtatiladi turibmiz. Bularimiz 6-aprel kuni chip qadalgan. Keyin 17-avgust kuni gektarni 100 gram Alburin ekstra 2 litrdan Desifon preparatini qo'shib birgalikda defoliatsiya qilingan. Bugun 21-avgust paxtani holatini ko'rib turibsizlar. Yani baraklari sel tekisini to'kilib turibdi. 4 kunda yaxshi ta'sir qilgan. Buni fermer xo'jaligi rahbari bilan gaplashganimizda takroriy defoliatsiyani 25-avgustda yana o'tkazaman dedi. Keyin 5-sentyabrda diskatsiya qilib tashlaman dedi. Shu bilan paxta terish mashinasini to'liq tayyorlab bo'ladi dedi. Hozir shu dalamizdan uchundagi ko'saklarni qisib qo'ygan bo'lsak, uni 100% pishgan, ezib osib turibdi. Bu Xitoy seleksiyasiga mansub bo'lgan Klinzov 64 nomidan aytilgan bu danasi. Hosildaligim o'rtacha 12-15 ko'chakdan to'lib turibdi. Ikkitani qo'shqatar ekan. Qo'shqatar 192 ming ko'chat bor.